Men ismim Azim Po'lat va men mardikorman. So'nggi 8 yil mobaynida Facebook, Google, Amazon va startaplarda yonlanma dasturchi bo'lib ishladim. Va bugun Google'dagi va ishchi sifatidagi so'nggi kunim. Va bu mening dasturchi hikoyam. Xullas, men qaror qildim. Bugun shunaqa qarorga keldim. Men Google Varshavadan 1-aprel kuni 2025-yilda menejerimga xayr demoqchiman, ya'ni notis bermoqchiman, bo'ldi ishdan ketaman deb. Googledan ketish Googlega kirishdan ko'ra qiyinroq ekan. Googlega bir kunda kirgandim. Payshanba kuni intervyu bo'lgandi. 3 tagina intervyu. 45 minutdan. Tamom. Dushanba kuni taklif berishgan. Lekin ketishchi 2025-yil yanvar oyida Googledan ketishga qaror qildim. Yanvar oyida. Mana hozir oktyabr tugayapti. Salkam 1 yil vaqt ketdi Googledan ketish. Va aytsa bo'lar ekan, Googledan ketish haqiqatda Googlega kirishdan ko'ra yana ham qiyinroq ekan. Xo'p, nega ketyapman? Kimgadir Googledan ketaman desam, "Jinnimisan? Biz kirolmay yuribmiz, sen ketaman deysan" deydi do'stlarim. Uydagilar Googledan ketasanmi? Keyin nima qilasan? deyshadi. Hammada har xil savol. Kimdir meni ahmoq deb o'ylasa, kimdir dovyurak deb o'ylaydi. Menimcha ikkisi ham emasman. Keling vaqtida gapirib beraman. Men Googlega kirdim. Kirishimdan oldin ketish rejasini tuzdim. Google'da ish boshlashdan avval bo'ldi. Google'da uzoq 2 yil ishlayman va Google'dan ketaman. Hozirgi Google'da 2 yil ichida olishim kerak bo'lgan narsa bu pul, ikkinchisi tajriba. Google bera oladigan, boshqa hech qaysi kompaniya bera olmaydigan tajribani yig'ish. Google'ga kirayotganimda jamoat tanlash imkoniyati menga berilmagan. Odatda intervyudan o'tganingizdan keyin jamoat tanlash imkoniyati beriladi. Menga esa berilmagan. Umuman boshqa jamoani tanlaganman, ular "Yo'q, sen bu jamoanikisan" degan. Esimda o'shanda. Fitbitga topshirganman. Ular Google Cloud'ni Kubernetes Engine'ni Control Plane jamoasiga olishgan. Va bu jamoa menimcha Google'dagi men ishlashim eng kerak bo'lgan jamoa ekan. Nega? Chunki ham Google Cloud'ni, ham Kubernetesni, ham Go dasturlash tilida o'zimni yangi bosqichlarimni kashf qildim. Google Cloud'dan foydalanuvchi sifatida ishlatardik, lekin ichiga bunchalik kiraman deb o'ylamagandim. Kubernetesni hozir Anthropic dunyodagi eng katta AI kompaniyalaridan bittasi, ularni workload'ini manage qilishda yordam beraman deb o'ylamagandim. Snapchatni networkini kengaytirib beraman deb o'ylamagandim. Yoki Apple yoki Spotify juda ham ko'p customerlar bilan ishladim Kubernetesda. Va o'zi bittasi o'zimiz 42. 42 loyihasida ham Kubernetesning o'rni katta. Ayniqsa kelajakda. Shuning uchun menimcha Google bergan tajriba ham xuddi bergan puli kabi muhim. Pul albatta juda ham zo'r. Yaxshi daromad topsangiz, dasturchi sifatida o'zingiz potensialingizga erishishga, o'zingiz sotib olishga imkoniyatingiz bo'ladi. O'zingiz sotib olish nima degani? Bu 5-marta ishdan ketishim. Men uchun nima deydi, bu 5-marta qilayotgan ish odatiy holatga aylangan. Ko'pchilik 1-marta, 2-marta ishdan ketganda rosa qiynaladi. Men ham qiynalganman. 1-marta ishdan haydalganimda o'zimni juda yomon his qilganman. 2-marta ishdan ketaman deganimda ular "Nega ketasan?" deyishgan. "Polshaga o'qishga ketmoqchiman, shuning uchun ketaman" desam, "Yo'q, mayli, onlayn ishla" deyishgan. Hayron qolganman. Keyin yana pul yig'ib, o'zimda imkoniyat bo'lgandan keyin ishdan ketaman, Facebookga tayyorlanaman, Amazonga, Google'ga intervyularga tayyorlanaman deganimda kompaniya oyligimni nafaqat oshirgan, balkim tayyorlanish uchun qo'shimcha vaqt ham bergan, vazifalarimni kamaytirib. Juda zo'r bo'lgan va o'sha dovyuraklikni foydasi katta. Siz ishdan keta olsangiz, tabiiyki undan yaxshiroq joyga ham kira olasiz. Tabiiyki bundan ham kattaroq ishlar qila olasiz. Juda ko'pchilik taklif qilgan bo'lardi. Pulingni bekor qoldirma, bor nimadir sotib ol. Uy sotib olish mumkin, mashina sotib olish mumkin. Va bu xarajatlar ayniqsa qarzga kirib qolganimda agar men o'sha ishdan keta olmasdim. Har doim qo'rqib turardim. Ishdan ketib qolsam qanday to'layman bu qarzlarimni deb. Shu narsadan voz kechdim. To'liq o'zimga o'zim va'da berdim, qarzga hech narsa olmayman deb. Google bergan va ko'p boshqa kompaniyalar bera olmaydigan narsa bu ikkita narsa. Birinchisi bu aksiyalari bergan oyligi daromadi. Yaxshi oylik to'laydi. Menimcha Polsha hozir turgan joyimiz Varshavani o'zida Google'ning oyligidan yuqoriroq oylik to'laydigan ish bo'lmasa kerak. Daraja uchun. Ikkinchi o'rinda bu tajriba. Men Kubernetes jamoasida ishladim, Google Cloud'da va Go dasturlash tilida loyihalar ustida ishladim. Eng katta, dunyodagi eng katta loyihalardan bittasi Kubernetes. GKE, Google Kubernetes Engine. Shu ikkita narsani oldim. Va o'zimda qanaqadir batareya bor deb faraz qilsak, o'sha batareya menda to'ldi. Olishim kerak bo'lgan daromadni ham, o'zim istagan
Olishim kerak bo'lgan tajribani ham oldim deb o'ylayman. Endi bu batareyani olib ishlatish kerak. Odamlardan so'radim. $100,000 pulingiz bo'lsa nima qilardingiz? Hammaning fikri har xil. Bu savolni o'zingizga ham berib ko'raman. Nima qilgan bo'lardingiz? Nimaga investitsiya qilgan bo'lardingiz? Bu xoh mashina bo'lsin, xoh uy bo'lsin, xoh katta to'y bo'lsin. Qanaqa investitsiya qilgan bo'lardingiz? Meni javobim ularning birortasi emas edi. Meni javobim o'zimga investitsiya qilmoqchiman. O'zimni vaqtimni sotib olmoqchiman. Sotib olsam bo'ladi. Harakat qilib ko'rdim. Birinchi marta harakat qilganim o'tgan yil sentyabrda 1 oy Google'dan to'liq tanaffusga chiqdim. Google'da oylik olmaydigan ishchiga aylandim. Va 1 oyda hech narsa sezilmadi. Yaxshi, demak, yumshoq yostig'im bor. Qattiq yiqilmayman. Dekabr, yanvar oyida yana oldim. O'sha dam olishlardan. Va mart oyida ishdan ketaman deb turganimda menejerim bilan kelishib 4 oylik tanaffusga chiqdim. 4 oy bu haqiqiy erkinlik. Buni o'ylab qaraganda 4 oy umuman ishingiz haqida qayg'urmaysiz. Istalgan nimani istasangiz o'sha startapni qurasiz, borib o'qitasiz. Shu ishni qildim. 4 oy haqiqatda o'zimga bo'lgan ishonchni oshirdi va qiliqni rivojlantirish uchun imkoniyatlar borligini ko'rdim. Va keldim-u birinchi haftaning o'zida menejerimga Robert aka, rahmat kattakon. Siz bilan ishlash juda ham zavqli bo'ldi. Xayrlashish vaqti keldi dedim. I would like to give a notice and take the risk and take what feels alive and start doing what I want to do full time. And then is that your decision? Yeah, I've made this decision like a couple weeks ago. Taking Right, yes, but finally Google'dan ketdik. Bir oy ishlab bersak, shu bilan Google ozod qiladi. Va ular birinchi harakat qilib ko'rgan narsasi biz nimadir qila olamizmi sani ushlab qolgani? Nima qila olamiz? Nima bo'lsa stolga qo'y, stol ustiga qo'y. Xoh daromad bo'lsin, xoh relokatsiya bo'lsin, xoh boshqa jamoa bo'lsin. Ayt. Nima xohishing bor? Aytsa. Chunki biz Google'da aqlli insonlarni ushlab qolishga harakat qilamiz dedilar. To'g'risi, biz Google'da aqlli insonni ushlab qolamiz dedilar. Demak, men aqlli emasman ularni qo'yib yuborganlik hisobiga. Va shunaqa qilib xayrlashdik. Oktyabr oyi so'nggi oy bo'ldi. Notice period degan narsa bor. Oktyabr ham tugadi. Mana endi noyabrda O'zbekistonga qaytyapmiz va missiyalar boshlanishi oldida turibmiz. Shunaqa gaplar Google'da yangiliklar shu. Google'dan ketish xuddi 5 ta kompaniyaga ketish kabi bo'ldi. Eng qiyin qismi bu. Endi ishchilik davridan ketdim. Boshqa ish qidirish niyatim yo'q. Yumani yig'ing. O'zingiz ishongan, o'zingiz orzu qilgan, o'zingiz qayg'uradigan sohaga kiring. Potensialingizni to'liq ishlatish uchun boshqalar investitsiya qilishni kutmang. O'zingizga o'zingiz investitsiya qiling. Men shunaqa qilmoqchiman. Men o'zimga investitsiya qilmoqchiman. Navali bitta gapi bor. Sen pul yig'ib, vaqtingni ishlatib, boy bo'lmaysan deydi. Sen pulingni ishlatib, vaqtingni tejab boy bo'lasan deydi. Maqsad pul tejash emas. Oylikdan oylikka kutib yashash emas. Maqsad borib ishlash. Borib berib ishlash, qattiq ishlash. Bu ishlash natijasida nimadir yaxshilash. Nimadir muammoni yechish, to'g'irlash, o'zgartirish, impact qilish. Endigi maqsadim albatta birinchi o'rinda O'zbekistonga qaytish. Va O'zbekistonda o'zimga o'xshagan va o'sish istagida bo'lgan insonlarni yig'ish. Dasturchilarni salohiyatini, darajasini va albatta daromadini oshirishda o'z hissamni qo'shish. Ularni bilim olishida ko'maklashish va muammo kelib qolganda oldiga men buni qila olmayman deydigan emas. Qanaqa qilsam bo'ladi? Qila olaman degan ishtiyoq bilan, shijoat bilan ishlaydigan insonlar hosil bo'lishiga yordam berish. Birgalikda startaplar qurish, birgalikda o'sish va albatta birgalikda yutish. Bolalar, biz yutamiz.